آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allohim o'zingga maqtovlarimiz bo'lsin, cheksiz shukrlarimiz bo'lsin. Allohim, mana shu mahluqotingni yaratibsan, shu mahluqotingni boshqarishni ilmini o'zing bizlarga o'rgatibsan, o'zingga maqtovlar bo'lsin. Shu mahluqotingni boshqarishda o'zing bizga yordam ber. Yerdan, osmondan kelgan balo, qazo, ofatlardan o'zing saqla. Ko'z tegishidan, nazar tegishidan Allohim o'zing saqla. Shayton va jinlarning yomonligidan saqla, odamlarning yomonligidan o'zing saqla. Mana shu ishimizni eson omon, sihat salomat, puxtalik bilan to'la to'kis ado qilishlikni nasib et. Olisdagi ota-onalarimiz, birodarlarimiz umriga, sog'liqlariga, iymonlariga barakot ber. Allohim o'zing duolarimizni qabul qil. O'zing Al-Hafiz himoya qilguvchisan. O'zing Allohim bizlarni himoyangda, himoyangda saqlagin. Duolarimizni qabul qil. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli va sallim ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin.